Hozir mana 16-mart. Xo'sh, 2025-yil. Bugun bozor kun, ro'za Ramazon o'yini demak 16-sanasi o'tiribmiz. Mana bu yerda Kamoljon ukamizda uylarga ana shu ishlar bo'libdi. Xo'sh. Ana shu bloglarni teryapmiz mana. Ana shu yo'q ketgan. Yaqinroq boramiz. Ana stabilizatsiyasi yo'q telefonni mayli. Ana. Bir qator balandligi bo'ldi. Siz mana bu g'o'zapoya. Buni ham o'tib ketamiz. Ana bu bitta uy, bitta madon. Ana bu uy, xudo xohlasa taq bo'ladi. Mana o'ralgan hamma joy. Kansera zavod degan joyga biza o'zimni ham o'lay. Jamshidjon Ilhom aka, mana mumkin sizga tashlaymanmi? Ana. Xo'p. Malik aka, Abdumalik aka. Mana hozir Ilhom aka tashlaymiz mumkin. Ko'rarlar. Ana bu Abdumalik aka bo'ladilar. Dehqonov Abdumalik ham. Xo'sh, ana bu adashiz. Aka yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Buni ham o'tdi Ilhom. Ana bu aka Masha Medvedni choynagi va kak Choy. Anor suvga o'xshagan choy, qora choy. Xo'sh bo'lsa aka, bu buni Azam aka samsasdan yeysangiz buni. Ha? Oh, maza qilasizda. Bir po'lakcha bo'lsa 3 po'lakcha ichasizda. Mana shu velosipetimda ham murabbiylik ham kerak. Erta qachondir bu velosipedlar ham sotilib ketishi mumkin. Xudo xolasa mana. Ana velosiped 1,5 million. Ana bu ham velosiped 1,5 million. Bu Abdumalik akam nimalari? Nexia 3'larmi yo Cobalt'larmi? O'zlari bilan ham yo'q yana. Xo'p, ana shunaqa gaplar. Desak. Mana. Nimani? Ha. To'lash kerak uni. Sizga? Nasib bo'lsa. Men tushunmam. To'pa. Mayli. Aka, zerikmang, men tog'aniga ham aytganman, mumkin tashlasa nima qilamiz akajon? Sog' bo'ling.